Hofiz bo'lishda qanchalik hofiz bo'lish kerak? Shu zamsura qilyapsizmi namozga? Alhamdulillah qul huvallohni val asrini. Qur'onni hammasi shunday bo'lish kerak. Adashish ehtimoli qolmaslik kerak. İchingizda adashasiz, banda adashadi iloji yo'q. Adashish ehtimoli emas, adashuv qo'rquv qolmaslik kerak. Ehtimol qoladi. Ammo adashuv xavotir qolmaslik kerak Qur'onni hammasida. Chunki hofiz bo'lishdan asosiy murodlardan biri Qur'oni Karim sizni zehningizda doim turishligi. Bu bir rivoyat keladi, ba'zilar Abu Zar roziyallohu anhuga nisbat beradi, ba'zilar Ali Zaynul Abidinga nisbat beradi. O'tirgan ekanlar, cho'ri ovqat olib kelibdi. Ovqat olib kelib, qoqilib, sirg'alib ketib, qaynoq ovqatni u kishining ustiga to'kibdi. U kishining oyoqlari kuygan. Endi cho'ri odatda odamlar cho'rini odam o'rnida ko'rgan emas, endi musulmonlar unaqa qilgan emas u, lekin baribir cho'ri odam. Xodim. Achchig'i chiqib endi bir narsa demoqchi bo'lsalar, ya'ni kuydirding-ku ahmoq, qaqalayapsan deb bir koymoqchi bo'lsalar, Alloh nima deydi bu haqida debdi cho'r. Desa, u kishi to'xtab qoldilar. Nima deydi debdi. Val kaziminal g'ayza deydi debdi. Achchig'ini yutadiganlar u jannatga kiradiganlarning vasfi. Achchig'ini yutadiganlar debdi. Desa, u kishi sekin pastlabdilar. Achchig'larini yutib. Yutdim bo'ldi debdilar. Desalar, yana nima deydi debdi. Nima deydi debdi. Val afina anin nas, odamlarni kechirib oladi deydi. Ya'ni hozir achchig'ingiz bosildi-yu, alam ichingizda qolib ketib, keyin boshqa tomondan alamni olmang. Bir yo'li unutib afv qilib oling bir yo'l. Desa, bo'ldi, afv ham qildim debdilar. Oyat tugatib qo'yaymi debdi. To'g'ri. Ha desa, vallohu yuhibbul muhsinin deb. Alloh ihson qiluvchilar, yaxshilik qilishni yaxshi ko'radi Alloh. Desa, ozodsan degan ekan. Alloh. Tasodif sodir bo'lgan bir voqeada sho'ri siz bilan bizdan ko'ra Qur'onga yaqin bo'lyapti. Hofiz bo'lishdan murod shu. Har bir hodisada, har bir voqeada esingizga Qur'on oyati kelaverish kerak. Har bir narsada. O'rningizdan turayotganingizda ham, o'tirayotganingizda ham bir so'z aytmoqchi bo'lsangiz ham, bir joyga kirmoqchi bo'lsangiz ham, birov chaqirsa ham, birov bir narsani buyurtma bersa ham, falon gapni aytib bering desa ham, falon gapni aytmang desa ham, falon ishni qiling desa ham, falon ishni qilmang desa ham, nima desa, kim hayotingizda nima o'chirsa, bu endi tasodif sodir bo'lgan narsa xolos. Endi jiddiy rejangiz bo'lsa, jiddiy bir ish qilmoqchi bo'lsangiz, yo bir maqsad qo'ymoqchi bo'lsangiz, yoki bir fikrlamoqchi bo'lsangiz, birinchi bo'lib Qur'on oyatlari kelaverish kerak sizga. Terilib. Zulfiqor Ahmad Alloh salomat qilsin, nimaga borgan, O'zbekistonga borganlarida 1 soat gapiribdilar. Birorta so'z aytmabdi oyatdan boshqa. Oyatlar bir-birini to'ldiradi-yu, bir-birini to'ldiraveribdi. U oyatni o'qiydi, bu oyat to'ldiruvchi keyingi oyatni o'qiydi, unga aloqador keyingi oyatni o'qiydi. 1 soat gapirdi, birorta bashariy so'zni aytgani yo'q deydi, bir kalima. Rasul akram alayhisolatu vassalam bir safar xutbaga chiqqanlarida minbarga alhamdulillah bismillah deb Tohani boshlaganlar va tugatganlar bo'ldi. Xutba shundan iborat bo'lgan. Tohadan iborat bo'lgan. Hofiz bo'lishdan murod shu. Qur'on sizda yashash kerak. Siz Qur'on bilan yashashingiz kerak hamma holat. Bu qoqilib ketsangiz ham oyat kelaveradigan bo'lish kerak. Qoqilishingizga ham. Fatazilla qadamun ba'da subutiha deb kelish mumkin, har narsa kelishi mumkin. Ana shu holatga yetganda Qur'on sizni tinimsiz boshqaradigan bo'ladi. Shuni hidoyat deydi. Hudal lil muttaqin degani shu.